Har qaysi sport zaliga kirib kelayotgan ota-ona yoki sportchi uchun trener hech nimaga majbur emas. Murabbiylar, ya'ni shu trenerlar ota-ona beradigan pulga yoki qanaqadir podarkaga qarab qolgan joyi yo'q. Har bir trener o'z oldiga qo'ygan maqsad va vazifalari bo'ladi. Shu maqsad vazifalar, musobaqalar yoki o'zini o'zi himoya qilish uchun bolalarni saralab guruhlarga ajratadi. Zalga kelayotgan hurmatli ota-onalar, sportchilar, trener sizlarga xudo emas, trener ham oddiy banda. Hozirgi kunda ko'payib ketgan har bitta ota-ona zalga kirib kelib, meni bolam qanchada chempion bo'ladi, qanchada rezultatga chiqadi, qanchada nimadir ko'ra olaman, ketkazgan rasxotimga arziydimi? Bolani sportga olib kelish bu rasxot emas, bu bolaga qilinayotgan investitsiya hisoblanadi. Trener ham sizlar qatori oddiy odam, qo'ldan kelgan mehnat qiladi, sababini qiladi, qolgan hammasi Allohdan. Alloh bersa chempion bo'ladi. Agar Alloh xohlamasa, ming zo'r trener tayyorlagani bilan chempion bo'ladi. Shuning uchun sport zaliga kelishdan oldin o'zingizlar bilan o'zingizlar gaplashinglar. Men nima uchun olib boryapman bolamni? Bolamga nima uchun pul tikyapman, trenirovkaga pul beryapman yoki musobaqaga jo'natyapman yoki qo'shimcha nimadir olib beryapman. Sizlar bolanglar uchun investitsiya qilyapsizlar, kelajagi uchun. Sizlar trener cho'ntagi yoki qanaqadir pul topish yoki klub uchun musobaqalarda, turnirlarda yoki qanaqadir bir qiyin hollarda hozirgi kunda ota-onalar trenerlarni aybdor ko'p topishyapti. Shunga bir narsa aytib o'tmoqchi edim. Musobaqada yutganinglarda yoki yaxshi rezultat ko'rganinglarda ham yoki eng qiyin kunlarda ham o'sha sizlar tanlagan trener bilan birga turib qolinglar. Hech qachon bitta trenerdan ikkinchi trenerga sakrab o'tilmaydi. Daraxt ham bitta joyda ko'karadi.